Bunaqa murabboni aniq shu yoshga kirib yemagansiz. Bu murabboga qattiqroq kivilarni tanlash eng muhimi. Kivilarimizni ustki po'chog'idan tozalab, iz tushiruvchi arra pichoqda har bir kivini 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Chuqurroq idishga solib, ustiga 1 ga 1 nisbatda shakar solamiz. Shakarli kivilarimizni 4 soatga ustini o'rab, shakarlari erguncha olib qo'yamiz. Vaqt o'tib, suvdan kivilarni ajratib olib, chiqqan suvga qiyom qorib olamiz. Kividan chiqqan suvni idishimizga solamiz. 1 stakan suv solib, qiyom holiga keltiramiz. Qo'limiz kuysa kuysin, lekin gazimiz toza bo'lsin degan qoidaga amal qilib, gaz chetiga sachragan yog'larni va shirani oppoq sochiqimizda artib olamiz. Kir bo'lgan sochiqlarimizni Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bavida tozalab olamiz. 2-3 qoshiq bavini solib, 90 gradusli suvni sochiqlarni ko'mgunicha solamiz. Bavidan 1 qoshiq kanalizatsiya quvuriga ham solib yubordim. Bavi bilan kuchli dog'larni tozalash jarayonida videoda ko'rsatilgandek ko'pirib chiqadi. Kivi murabbosiga qaytsak, vaqt o'tib qiyomimiz ham yetildi. Uni tekshiramiz va qiyomga kivilarni sekinlik bilan solamiz. Bu kivili murabbo o'rta olovda 20 minut qaynatiladi. Qaynash jarayonida ustidan chiqqan ko'piklarni sekinlik bilan olib tashlaymiz. Kivi murabbosi shunaqa mazali chiqarkanki, hech qaysi murabboga o'xshamaydi. Hidi butun uyni tutib ketdi. Bavidan rezultat kutayotganlar uchun ko'rayotganlardek sochiqlarim qalbimdek top-toza bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, bundan da zo'r retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.